Hazreti Musa aleyhisselam hattoki Allah Musa aleyhisselamga Musa hamma narsangni Allohdan so'ra, hattoki xamiringni tuzigacha Allohdan so'ragin degan ekan. Endi bu qanday to'g'ri keladi? Bu kishi payg'ambar bo'lsa, Alloh so'ragin deyapti desa, bu payg'ambarlar muallimun nas, odamlarga muallim bo'lib kelgan. Ularni past pog'onadasiga ham muallim, yuqori pog'onadagisiga ham muallim. Ana shu bizga o'xshagan past pog'onadagilarga Alloh taolo duo qilishga buyurgan. Ud'uni astajib lakum deb mana Alloh taolo aytayapti. Menga duo qilinglar, men ijobat qilaman duolaringni deydi. Biz so'raveramiz, lekin o'shanaqangi past maqomda yuravermaylik ekanda. Allohni tanishga harakat qilaylik. Hech bo'lmasa o'rtachalaridan bo'laylik. Duo qilgan paytimizda uni maqsadimizni hosil qilib olib, xursand bo'lamiz, nafsimiz semirsin uchun emas, balki o'zimizda Allohga muhtoj ekanligimizni izhori uchungina duo qilaylik hech bo'lmasa. O Allohni bilib turganiga kifoyalanib so'ramaydiganlarning maqomiga chiqalmasagan. Hazreti Musa aleyhisselam o'shan ta'lim uchun ey Robbim ochqab qoldim, menga taom ber degan ekanlar. Shunda qachon xohlasam beraman degan ekan Alloh taolo. Ya'ni o'sha ta'lim bo'lyapti bu yerda, ya'ni Allohdan so'ragan paytimizda shoshiltirmasligimiz kerak. Allohni berishiga hech bo'lmasa nima qilishimiz kerak? Qarab beradi inshaalloh, ijobat qiladi duoyimni deb turishimiz kerak. Eng past maqomdagilar deyshi. Lekin yuqori maqomdagilar haligina qanga qiladi.